Qizlar bu korobka o'zgaradi. Hozir shashlikning korobkasi bu anaqa adamning shashliklari bo'lsa, endi dadamning burgerlari bo'lar ekan, lekin yorvoration. Mayli, onamning burger, onamning shapalaqlari bo'ladi. Yorvoration qilishibdi, lekin Nargiz ideyaga gap yo'q, erinda ham o'zingda ham ideya qaynaydi. Yana bizani siylab olib kelibsizlar. Men hozir depressiya chiqib qolma, semirib olmasanlar bilan narsaga uribdim. Kecha ko'k somsa, go'sht somsa, hamma somsa bor edi. Kecha lekin mana boqishyapti bizani, gap yo'q lekin bor. Mana qaranglar, kotletni, mana ugul o'zi bilan. Buncha bilasanmi nimaga zo'r ekan? Nargiz piknikka mo'ljallangan ekan. Mana bolalar bilan chiqib ketasan tog' yon bag'riga, to'g'rimi? O'zing bilan o'zing qara. Hozir o'cha anaqa kerak emas, deb bunga to'g'ri qora-mo'rilar kerak emas, to'g'rimi? Voy, vashsha zo'r. Mana zo'r qizib beradi. Biz uyda bularni. Ugul menga yoqyapti. Gugurtni ham qo'yib qo'yibdimi? Asalligini. Voy, yorvoration bor. Xuddi shashli variant, mana burger variant. Hozir ko'ramiz.